Mavzu: pedagogik fikr taraqqiyotida o'qituvchining kasbiy mahorati hamda burch va mas'uliyatlari. Reja: o'qituvchining kasbiy mahorati va pedagogik fikrning rivojlanishiga ta'siri. Burch va mas'uliyatlarning pedagogik jarayondagi o'rni va ahamiyati. O'qituvchining kasbiy mahorati va pedagogik fikrining rivojlanishidagi muhim rol. O'qituvchining tajribasi. Kasbiy mahoratga ega o'qituvchi pedagogik fikrni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ularning tajribasi ta'lim jarayonining sifatini oshiradi va innovatsiyalarni kiritishga yordam beradi. Muloqot va motivatsiya. Kasbiy mahoratli o'qituvchilar samarali muloqot va motivatsiya usullarini qo'llab, o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va ta'lim muhitini mustahkamlaydi. Etika va burch. O'qituvchining etik va burchli vazifalaridan biri pedagogik fikr rivojlanishida asosiy omil hisoblanadi. Ular ta'limda adolat, halollik va mas'uliyatni ta'minlaydi. Kasbiy mahorat va pedagogik fikrning o'zaro ta'siri. Nazariy va amaliy nuqtai nazar. Kasbiy mahorat va pedagogik fikr. Kasbiy mahorat pedagogik fikrning rivojlanishiga asosiy turtki bo'lib, o'qituvchining amaliy va nazariy bilimlarini birlashtiradi, ta'lim sifatini oshiradi. Nazariy va amaliy bog'liqlik. Nazariy bilimlar amaliy faoliyatda muhim rol o'ynab, pedagogik fikrni mustahkamlashda yordam beradi. Yangi pedagogik yondashuvlarni shakllantiradi. Yangi fikrlar va tajribalar. Kasbiy mahorat va pedagogik fikr o'zaro ta'sirida yangi g'oyalar va amaliy tajribalarni rivojlantirib, ta'limda innovatsiyalarni yuzaga chiqaradi. O'qituvchining kasbiy rivojlanishi va pedagogik fikrning shakllanish jarayonlari. Birinchisi, kasbiy rivojlanish jarayoni. O'qituvchining kasbiy rivojlanishi doimiy o'qish, tajriba orttirish va pedagogik yondashuvlarni takomillashtirish orqali yuzaga keladi. Bu esa ta'lim sifatini oshiradi. Ikkinchi, fikrlash shakllanishi. Pedagogik fikrning shakllanishi o'quvchilarning nazariy bilimlari, amaliy tajribasi va madaniy kontekst bilan uzviy bog'liq bo'lib, ta'lim jarayonini rivojlantiradi. Uchinchi, tadqiqot va innovatsiya. O'qituvchilar yangi pedagogik metodlar va texnologiyalarni tadqiq qilish orqali fikrlarni kengaytiradi. Bu esa ta'limda innovatsiya o'zgarishlarga olib keladi. Burch va mas'uliyatlarning pedagogik jarayonda kasbiy mahorat bilan bog'liqligi. Vazifa va majburiyatlar. Etika va mas'uliyat. Kasbiy mahorat va burch. Madaniy kontekst va ta'sir. O'qituvchining burch va mas'uliyatlari orqali pedagogik fikrning rivojlanishi. O'qituvchining vazifalari ta'lim jarayonini boshqarish, bilimlarni yetkazish va tarbiyaviy muhitni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu uning professional mahoratini oshiradi. O'qituvchining etik va huquqiy burchlari ta'lim sifatini nazorat qilish, adolat va halollikni ta'minlashda muhimdir. Bu pedagogik fikr rivojiga salmoqli ta'sir qiladi. Burch va mas'uliyatlar orqali o'qituvchi pedagogik fikrni innovatsion va ijodiy usullar bilan rivojlantiradi. Bu o'quvchilarning fikrlash imkoniyatlarini kengaytiradi. O'qituvchi burch va mas'uliyatlari madaniy qadriyatlar asosida shakllanadi. Bu ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, milliy pedagogik fikrni rivojlantiradi. Madaniy kontekstda burch va mas'uliyatlarning ta'lim sifatiga ta'siri. Madaniy kontekstda burch va mas'uliyatlar ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Mahalliy madaniyat va diniy qadriyatlar o'qituvchilarning etika va professional burchini belgilaydi. Bu esa ta'lim jarayonida mas'uliyat va majburiyatlarni chuqur tushunishga yordam beradi. Madaniyatning ta'limga ta'siri. O'qituvchining pedagogik yondashuvlarini shakllantiradi va o'quvchilarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchining etik va kasbiy burchlari orqali ta'lim sifatini oshirish imkoniyatlari quyidagilardan iborat. Etika va professionalizm. Axloqiy qadriyatlar.
Burch va mas'uliyatlar. O'qituvchining axloqiy qadriyatlari shaxsiy va professional rivojlanishda muhim. Bu o'quvchilarga to'g'ri misol bo'lish va ishonchni mustahkamlashga yordam beradi. Xulosa: kasbiy mahorat pedagogik fikrni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Tajriba va bilimlar ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. O'qituvchining burch va mas'uliyatlari ta'lim jarayonini muvofiqlashtiradi. Adolat va halollik muhitini mustahkamlash orqali ta'lim sifati oshiriladi. Madaniyat va an'analar pedagogik mahoratni shakllantiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.